Hammaga assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsizlar. Bugungi videom yana bir kunlik hayotimizda olingan video bo'lib, kunimning eng asosiy qismi shu o'g'limni maktabga qo'yib kelishdan boshlanadi va uni qo'yib kelishni o'zi juda ham katta vaqt. Buni menga o'xshagan bolalar tushunadi, sababi o'g'lim 1-sinfda o'qiydi. 1-sinfda o'qib ertalab shunaqa chiqish qiyin, turishi, uyg'onish qiyin. Kechqurun vaqtli yotgan bo'lsa ham ertalab shunaqa turmayman, uxlayman deydi. Ukam menga uyda qolyapti deydi. Ozgina yig'lab oladi, bir narsani bahona qilib, xullas uni kiyintirib, choy ichirib chiqishni o'zi bo'lmaydi. Va 7:30da agar 7:30 uydan chiqib ketmasak, biz probkada qolib ketib, maktabga kech qolamiz. 8da maktabda bo'lishimiz kerak. Maktabga ham 5-6 marta kech qolib bo'lib, imkoniyatimizni ham qoldirmaganmiz. Shuning uchun shunaqangi shoshilib chiqib ketaman. O'zi ham qo'limga topgan kiyimni tezligi bilan tushaman. O'zi ham ko'rgan odam mana aytsa kerak, nima bo'libdi unga deb boshqa payt bo'lmasa o'zimga qarab tushaman, lekin ertalab maktabga ahvolimga qarab bo'lmaydi. Yo'lda o'g'lim bilan gaplashib ketamiz, uni ham настроенияsi bo'lmaydi. Xullas keyin yaxshi kayfiyat bilan kuzatishga harakat qilaman. Undan keyin esa nonushta berdim. Hammani har xil nushtasi bor uyimizda. Hamma nimaga yeyish xohlasa o'shani qilib beraman. Undan keyin esa xo'jayinim ishga kuzataman. Xo'jayinim ishga kuzatish ham bitta katta baxt. Undan keyin esa shu bilan birpas cho'zilib, bolam bilan o'tirib, soat 11-12 bo'lganini bilmay qolaman. Hademay soat 2da o'g'lim maktabdan olish vaqti kelib qoladi. Undan keyin esa qarasam uylar hamma joy yoyilib ketibdi, lekin birinchi kechki ovqatga qildim va somsa xamir qildim va somsa qilib duxovkaga yetib qo'yardim va ularni kutib oldim. Hammamiz ovqatlandik. Ovqatlanganimizdan keyin esa qarasam muzlatgichimda apelsin va anorlar ko'payib ketgan, anorlar eskirayotgan ekan. Undan suv qilishga qaror qildim va alohida apelsinli, alohida anorlik suv qilib bolalar bilan maza qilib ichib oldik. Undan keyin esa kosmetikam turiladigan tortmani ochsam juda ham yomon ahvolda. Buni qachondan beri qilaman deyman, hech qila olmayman, chunki u tortman bo'lgani uchun gohida quflash ishimdan chiqib ketsa, kichkina o'g'lim mana shunaqa to'kib tashlaydi. Shunaqani ochgan paytim настроениям buzilyotdi, lekin bugun qilib oldim. Baribir ko'nglimdagidek chiqmadi, chunki tortmam sal kichkinaroq organizrlar yaxshi sig'mayapti. Endi shunga mos organizrlar topishim kerak va ko'nglimdagidek bo'lmasa ham ozgina tozalab, o'zimga qulay qilib oldim va keyin bolalarni uxlatdim. Undan keyin esa neправильный питаниеga rioya qilgan holda shunaqa pirojnoy yegim keldi va o'tirib kofe bilan ichib oldim yarim kechasi. Shu bilan kunimiz tugadi.